arzon PlayStation qo'yib qo'yaverasiz, o'sha bilan bormi, rostakasini qo'yiladimi, biz nega uspet qila olmaymiz deyotganlarga mana sразу qo'yilgandan keyin 5-6 minutga qolmasdan sotib ketadi. Chunki arzon narxlarda bo'ladi. Xo'p, bugungi qo'yilayotgan PlayStationlar bir emas, 3 ta PlayStation qo'yiladi. Xudo xolasa uspet qila olmay qolganlar shu video qo'yish bilan telefon qilib sotib olsa bo'ladi. Narxini bo'lmasa esib chiqaman, obzorlarni ko'rsatib, holatlarni ko'rsatib o'taman. Ichida tinov, nariman ishlagan narsalar qo'yiladi. Brakoniy narsalar sotilmaydi bizda. Bilib qo'yinglar. Hammasi olayotgan narsalar sifatli, garantiyali narsalar bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdi. PlayStation 3 Slim 160 GB ikkita joystik bilan $125 ga berib yuboraman. Xo'p, keyingisiga ketdik. PlayStation 5 korobkali Koreyadan keldi. Ichidagi o'yinlari bilan birga $420 sotib olgan edi. $380 qilib beraman. Xo'p, keyingisi Urfat plombalari bor, 500 GB. Bir emas, ikkita joystik bilan, yangi joystik bilan ikkita joystik yangi o'yinlari bilan mana hozir zabt qilinyapti. O'yinlari bilan birga sizlarga $170 qilib beraman. Kimda unaqa arzon PlayStation bo'ladi? Har doim Pestorda bo'ladi. Pestor kelamiz. Eng arzoni bizda bo'ladi. Uspet qoling. 5-6 ming qolmasa sotilib ketadi. Aytgancha, o'yinim xudo xolasa 15-da bo'ladi. Uspet qolamiz, jigarlar.